Endi Xudo tavfiq bersin. Hammamiz o'zimizga kelaylik endi. Birodarlar, hammamiz o'zimizga kelaylik. Rosmona musulmonchilikni bajaraylik endi. Musulmonning ishi payg'ambarimiz alayhisalom ergashish. Har bir ishda ergashadi. Birorta ishni qoldirmaydi. Yana qanaqa sunnatlari bor deb turadi. Dunyo kofirlari bu qiyofai Muhammadiyani yo'qotib, Yevropani qiyofasini kirgizishga uringan. Asha Yevropa bizni shunaqa buzishga urindi. Endi meni achinadigan joyim mullalik davosida turib, Qur'ondan gapirib turib, yalang bosh yurishga odamlar chorlashyapti. Hatto kepkani kiyishga ruxsat berishyapti, fatvo berishyapti. Hech qanaqa kitobda dalili yo'q.